Zivida yaqında bir to'rdishimiz xat yozib, mening ocham ajrashib ketgili 10 necha yil bo'ldi, lekin u mush ajrashib ketgandan keyin o'ziga bo'lgan mukammallik jihatda talabni yuqori qo'yib oldi. Har qanday ishni mukammal qilaman, hammaning yaxshisini qilaman deb bek kuchab ketyotdi. Bek chapatatayotganda his qildim. Sizningcha hamda bu ochamdagi psixikasining normallik ahvolimi yoki psixik jihatda kamchilik deb qaralamdi degan masalani o'tirib qo'yibdi. Bu xil mukammallikning kayindimi har xil hikoyalar bormi qandaq? Ajrashish jarayonida o'ziga nisbatan sal tuban baho bo'lib qolgan o'xshaydi. Shuningdek, haddidan ziyod mukammallik orqali o'zini to'liqlayman degan amaliyotda bu usul xato bo'lib qolgan. Aks ta'sir paydo qilgan mukammallik talab qilishni biz bu bir yaxshi alaylik deymiz, ham bu muvofiq bo'lish kerak-ku. Odatda o'zini qabul qilmagan odamlarning ifodasi desak bo'ladi. O'zini qabul qilmagan odamlarda birsimizda haddidan ziyod mukammallik talab qiladi. Haddidan ziyod yaxshichoq bo'lishni o'ylaydi. Bak umidvor bu bir amaliyotga uyg'un emas alkiroivadek ifodalandi. Mushlar mana o'zini qabul qilmagan odamlarning aktiv tarafdagi ifodasi. Uningdan boshqa passiv tarafdagi ifodasida endi o'zini yaxshi ko'rmaydi, masalan, bola yashiq hammasiga mening ko'zimni kichik tug'ib qo'ydim, teram qadar tug'ib qo'ydim deb opsidan ranjib o'z bo'lib qolganligidan xafalaydi. Demak, bularning hammasini biz o'zini qabul qilmaslik deb qaraymiz. Qanday qilgan chaqda undaq bo'lsa o'zini o'zi haqiqiy qabul qilgan bo'ladi. Psikolog Erikson degan shu sirtning bizga qo'ygan talabi bilan, masalan, menda bo'lish, odam menda bo'lish degan mush talablar bilan bizning o'zimizning qalbimizdan o'zimiz bo'lish o'rtasida to'qinish paydo bo'lib, o'zlik birdakligida masala chiqishga boshlaydi. Shunga bizda ko'pincha har mazgildagi bolalar ashuna o'xshash o'zini qabul qilmasdan azroq psixologik masala chiqishining sababi shudir. Amaliyotda shu sirtdagi talab bilan bizning qalbimizga o'zimiz bo'lgan narsa birga kelgan chaqda bu o'zini qabul qilgan birdaklik bo'lgan bo'ladi. Bunda vaqtda ba'zi azroq xatolashib qolsangizmi, odam degan xatolashadi deydi. Azroq ba'zi ichtarlik qilib qolsangizmi, shu men ichtarlik qilmay qanday odam deydi. Endi shu o'zining har xil tuyg'ularidan tortib o'zining hamma narsani qabul qilib, asosan mukammallikka qarab taraqqiy qilgan jarayonni biz o'zini qabul qilish deymiz. Odamlarning hammasi biz havas qilgan, shu bek chiroyli, bek mukammal, bek qobiliyatli odamlar qandoqda u mukammal odamlar bo'lmasdan o'zining ortiqchiligi bilan kamchiligini qabul qilib yashayotgan odamlarcha ular nayt tampon rohat yashaydi. Shuningdek, amaliyot dunyoni tonish biz o'zimizni tonish bo'lib hisoblanadi. Agar o'zimizni qabul qilib tonisak, biz dunyoni shunday go'zal ko'zimiz bilan tona olamiz. Bu bak muhim narsa. Shu men mustaq ajrashdim, lekin men bu turmushimda mag'lub bo'lgan bilan shu alayligim bilan yana bir go'zal turmushni boshlay olayman yoki yolg'iz ona bo'lib go'zal o'talayman deb o'z bilan inoq etgan bo'lsam, menimcha mahalat shakllanmasmikin deb o'ylayman. Do'stlarimizga tavsiyamiz, o'zimizga ortiqchilik va kamchilikni haqiqiy qabul qila olsak, hayotga kulib qaray olamiz. Hayotni bizga kulib chiroy ochqisi.